Ona shisha Keyin o'ldirdi bir odam ketdi Rossiyaga, Rossiyada ko'p ishlaydi. Keyin bir o'lganiga o'zlariga keldilar mana holatda. Ancha yana bir o'shga apetit ochildi. Apetit ochildi, oshqozonda qon yurishlar bo'ldi. Qon yurmaydi, qonlar yurib boshqacha bo'ldi. Endi bu yerda qon qotib qolmasa yana bir ikki o'ldiraylik. Yana bir ikki o'ldirish kerak ekanda. Mana bag'i to'paycha qo'lam to'paycha yo'yordi odam. Rossiyaga ketdi, o'shanda ishlaydi. Ha, siz katta qo'rg'ondan shu gap bo'ladi bir to'ydishga oldin nima qildi. Ha. O'shandan siz korot shifo topdingiz. Udarli terapiyadan. Ha, udarli terapiyadan. Tushundim. Bosh bu tomonga bo'lsin, pastga qarab yo'q. Bu tomonga. Qorin bilan. Ha, qorin bilan yotadi. Bismillah. Qancha turib yurib ko'ringchi, harakatingizni ozgina ko'raylik. Keyin davom ettiramiz yana. Kelganingizda qanday, hozir qanday yengillik his qilyapsizmi yo'qmi shuni bilmayman. Yengilmi o'sha qanday boshqacha? Yurishingiz ham yaxshi-mi? Bo'yi oqsab, chap oyog'ingiz boya sudrab yurgan edi. E'tibor berdim-da. Qo'llarni ham ko'tarib ko'ring, boshlarni chapga o'ngga qilib ko'ring. yaxshi. Yaxshi bo'lganingiz yaxshimish. Qonlar yurib ketganda bunga. Ha, tana qiziydi birda. Ha, ovqat yurib. Davlingani yo'q qilar ekan tuba qilmanda. Shunday, umurtqa qisilgandan keyin davlingda paydo bo'ladi. Voh, 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 voh. Voh, voh, voh. Voh, voh. Ko'pchilik kiyim yeyishadi. Kiyim yeyishgan bilan hech narsa ko'rinmaydi deyiladi. Faqat qo'l bilan seziladigan narsa bu. Shuning uchun boyagi ayollar bir xillar yechish kerakmi yo'qmi deb o'ylab o'tadi-da. O'ylamaslik kerak, biz demoqchiman. Bemalol kiyim bilan ko'riladi-da. Yechgan bilan etni tagiga nima bor hech kim bilmaydi. Shunday. Qo'l bilan seziladi. Voh, 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 voh. Voh, voh, voh. Voh. Hozir yaxshi-mi ovqatdan? Ha, hozir yaxshi, ketdim yaxshi. Harakatlar yaxshi. Yaxshi. Birdan ko'rish kerak.